راحي كريم عظيم. Yusuf alayhissalom yoshligida quduqqa tashlandi akalari tomonidan. Quduqdan chiqarishdi, qul qilib sotishdi. Oliy nasab payg'ambar zodani, kelajakda payg'ambar bo'ladigan chiroylik husn, butun borliq husnni yarmi berilgan hadis sharif bilan sobit bo'lgan bu narsa. Chiroylik bolani qul qilib sotdilar. Nasabi oliyligi ma'lum edi Yusufning yuzdan ham. Shuning uchun qul qilib sotganlar arzimas bahoga sotdilar, shosha-pisha. Egasi chiqib qolmasin, siri ochilib qolmasin deb shosha-pisha sotib yuborishdi. Kimga? Misrning aziziga, bosh vazirning uyiga keldi. Misrning azizi bolani olib keldida ayoliga buni yaxshilab qaranglar. Yo o'g'il qilib olamiz, yo bizga katta foyda bor bunda deyishdi. Yusufni shahzodalarday katta qilishdi. Bir kuni o'sha Misrning azizining ayoli Yusufga ko'z tikdi. Undan zinoni talab qildi. Yusuf qochdi. Hatto tuhmatga uchradi. Oqlandi. Aybi yo'qligi ma'lum bo'ldi, ammo qamaldi. Demak, hamma qamalganlar ham aybdor bo'lavermaydi, birodarlar. Yoki faqat aybdorligina qamalmaydi. Yoki qamalish ham faqat yomonlik emas. Agar qamalish yomonlik bo'lganda edi, payg'ambar qamalmagan bo'lardi. Hatto qamoqda yillar qolib ketmagan bo'lardi. Yusuf alayhissalom yillar qamoqda qolib ketdilar. Hatto qamoqdan chiqayotgan birini shuni ta'birini aytib, podshoga meni eslatib qo'y dedilar. U bolani esdan chiqib ketdi. Bir kun kelganda esladi. O'sha bilan qamoqdan chiqarildilar. Qobiliyatlarini ko'rib podsho o'ziga uni bosh vazir qilib oldi, xazinabon qilib oldilar. Aslida haligi sinovlardan qutuldi ko'rinyapti, lekin sinovning kattasi boshlangan edi. Chunki kelajakda Misr xalqini, nafaqat Misr xalqini, butun atrofni yillab, 7 yillab davom etadigan ocharchilik kutib turgan edi. Mana shu ocharchilik yillarda Yusuf alayhissalom Misr xalqini va boshqa atrofdagi xalqlarni najotga olib chiqadilar. Akalari ham najot istab kelganda Yusuf akalarini taniydi, ammo avf qiladi. O'zlarini tanitmaydi. Ukasini olib kelinglar deb, ukasini olib qoladi keyin. So'ngra o'zini tanitib, ota-onalarini hammalarini oilaviy olib kelishlarini buyuradilar, Misrga olib kelib hammalarini avf qiladi. Misrning azizi bo'lib qoladilar Yusuf alayhissalom. Shu bilan qissa tugaydi. Bundan oladigan birdan bir muhim narsamiz shuki, birodarlar, boshingizga sinov kelsa hech qachon o'kinmang. Hatto sinovlar ketma-ket kelsa siqilmang. Alloh meni yomon ko'radi demang. Alloh yomon ko'rgan bandasiga sinov bermaydi, birodarlar. Alloh yaxshi ko'rgan bandasiga sinov beradi. Hatto sinovlarni ketma-ket beradi. Alloh taolo toqatingizdan tashqari bermaydi. Agar ketma-ket sinov kelayotgan bo'lsa sizga, bilingki, sizning toqatingiz baland. Yusuf alayhissalom tuhmatga uchradilar. Ayollardan tuhmatga uchradilar. Har birimiz erkakning boshida ayollarning tuhmatga uchrashi bor, birodarlar. Hatto Yusuf payg'ambar ana shunday tuhmatga uchradilar. Ammo Alloh taolo u kishini oqladi. Bizda ham, hammamizda ham oqlasin. Tuhmatlar, qamalishmi yoki yaqinlarning hasadimi, fitnasimi, har xil narsa bo'lar ekan. Ammo unutmangki, Alloh subhanahu va taolo Yusufni sinadi. Yusuf alayhissalom hali quduqda o'tirar ekan, Alloh taolo oyat nozil qildi. Siqilma dedi. Kelajakda akalaringni bu qilmishlarni sen akalaringga o'zing aytib berasan dedi. Quduqda qiynalib o'tirar ekanlar, bu qiynalishlar Yusufni kelajakdagi martabalar uchun tayyorgarlik edi. Tuhmatga uchrar ekanlar, ertangi darajalar uchun tayyorgarlik edi. Shuning uchun unutmaylikki, qanday sinov kelmasin, u sinov dardmi, tuhmatmi, farzandning noqobil bo'lishimi, ayolingizni nosog'lom, nosoliha bo'lishimi, qo'shninni yomonga uchrashingizmi yoki bir tabiiy ofat, falokatmi, do'stingizda xiyonatimi, nima bo'lsa hammasi sinov bular. Bular hammasi sizning foydangizga bo'ladi. Yo darajangiz ortadi, yo gunohingiz kechiriladi, yo qimmatbaho hayot tajribasiga ega bo'lasiz. Va siz ham bir kuni o'sha tajribangiz bilan birovni qutqarasiz, birovga najot berasiz. Hech bir narsa o'z-o'zidan bo'lmaydi, birodarlar. Hamma narsa bir-biriga bog'langan, sababiyat olamiga bog'langanini unutmaylik. Shuning uchun bu qissa Yusuf alayhissalomning qissalaridan olaylikki, sinovlar hammasi bir kuni bizning darajamiz ortishi uchun bo'ladi. Yo dunyo va oxiratning najoti uchun bo'ladi. Rohi karimun azim.